3 kunda butun organizmni tozalaymiz. Jigaringiz yangidek bo'ladi. 5 kilo vazn tashlaysiz. Tanish gaplar, shundaymi? Instagramni ochsangiz har qadamda shunday reklamalar. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz, inson tanasi ichi kir bo'lib ketgan trubami yoki shunchaki suv quyganda tozalanib qoladigan idishmi? Bugun detoks haqida eng katta yolg'onlarni fosh qilamiz. Tanangiz aslida qanday tozalanishini ilmiy tushuntirib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida tanani tabiiy qo'llab-quvvatlashning eng xavfsiz yo'lini aytaman. Hozir detoks so'zi juda trendda. Kimdir bir haftada faqat sharbat ichishni, kimdir qimmatbaho choylarni tavsiya qiladi. Odamlar nima uchun buni sotib olishadi? Chunki biz zamonaviy dunyoda fast food yeymiz, doimiy stressdamiz, kam harakat qilamiz. Natijada tanamizda og'irlik, charchoq va hazm bilan bog'liq muammolar paydo bo'ladi. Reklamachilar esa aynan shu nuqtaga urishadi. Sizda toksinlar ko'payib ketgan, bizning mo'jizaviy ichimligimizni iching deyishadi. Lekin fan nima deydi? Do'stlar, keling kelishib olaylik. Agar sizning jigaringiz va buyraklaringiz rostdan ham tozalashga muhtoj darajada to'xtab qolganda edi, siz detoks ichimligini ichib emas, shifoxonada reanimatsiyada yotgan bo'lar edingiz. Organizmning o'zining mukammal detoks tizimi bor. Birinchisi jigar. Jigar har kuni 1500 litrdan ortiq qonni filtrlaydi, zararli moddalarni parchalaydi, ularni chiqarishga tayyor holga keltiradi. Bu tanangizning kimyoviy laboratoriyasi. Ikkinchisi buyraklar. Buyraklar kuniga taxminan 200 litr qonni filtrlaydi. Keraksiz moddalarni siydik orqali chiqaradi. Bu jarayon to'xtamasdan doimo ishlaydi. Uchinchisi ichak. Ichak faqat ovqat hazm qilmaydi. Zararli moddalarning qonga o'tishiga to'siq bo'ladi. Sog'lom ichak mikroflorasi bu immunitetning asosi. Asosiy muammo nimada? Muammo toksinlarda emas, muammo yuklamada. Biz noto'g'ri ovqatlanish bilan bu tizimlarni charchatib qo'yamiz. Ichaklar ishi sekinlashadi, dam bo'ladi, og'irlik hissi paydo bo'ladi. Bu zaharlandik degani emas, bu tana yordam so'rayapti degani. Xo'sh, organizmga qanday yordam berish mumkin? Mo'jizaviy dorilar kerakmi? Yo'q. Bizga tabiatning o'zi bergan, asrlar davomida sinalgan va eng muhimi ongli yondashuv kerak. Birinchisi kuniga 1,5-2 litr toza suv. Bu buyraklarni qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchisi tolali ovqat, sabzavotlar va mevalar ichak harakatini yaxshilaydi. Uchinchisi yetarli uyqu. Jigar kecha eng faol tozalanadi. To'rtinchisi harakat, limfa tizimini faollashtiradi, metabolizmni tezlashtiradi. Beshinchisi tabiiy giyohlar hazm tizimini me'yorlashtirishga yordam beradi. Ana shu oxirgi yo'l eng qadimiy va eng ko'p tadqiq qilingan usullardan biri. Mana shu o'rinda biz Sunnah Product falsafasiga murojaat qilamiz. Biz ertaga mo'jiza yuz beradi deb aldashdan yiroqmiz. Biz tanani tabiiy qo'llab-quvvatlash tarafdorimiz. Masalan, ko'pchilikka ma'lum va mashhur Makka sano giyohi. Arabiston yarim orolida o'suvchi bu o'simlik asrlar davomida hazm tizimining me'yoriy faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilib kelingan. Bu giyoh ichak devorlarini muloyimlik bilan harakatga keltiradi. Yig'ilib qolgan ortiqcha yuklamalarni tabiiy yo'l bilan chiqishiga yordam beradi. Natijada jigar va boshqa a'zolarga tushayotgan yuklama kamayadi. Sunnah Products ushbu giyohni ham qulay kapsula ko'rinishida ham tabiiy giyoh holida taqdim etadi. Bu shunchaki detoks emas, bu tabiat bilan hamohanglikda hazm tizimini qayta ishga tushirishdir. Xulosa qilib aytganda, tanangizni aldamang. Unga faqat sharbat berib och qoldirib qiynamang. Unga shunchaki to'g'ri ishlash uchun yordam bering. Sog'ligingizga ongli yondashing, tabiiy mahsulotlarni tanlang. Sunnah Products mahsulotlarini qayerdan topishni bilasiz. Pastdagi tasnifda barcha linklar va ma'lumotlarni qoldiramiz. Savol: siz hech detoks ichib ko'rganmisiz? Natijasi qanday bo'lgan? Izohlarda yozib qoldiring. Juda qiziq. Videoga like bosing va salomatlik haqidagi ilmiy ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Salomat bo'ling.